Imom Buxoriy 810-yilda Buxoroda tavallud topgan. Uning otasi Ismoil o'ta ilmiy kishi sifatida tanilgan bo'lib, hadis ilmi borasida Hammod ibn Zayd va Imom Molikdan saboq olgan. Imom Buxoriy ham o'z otasining ilmiy merosini juda qadrlagan va uning ismini o'zining katta tarix kitobiga kiritgan. Imom Buxoriydagi ilmga bo'lgan qobiliyat, o'ta kuchli xotira yoshligidanoq o'zini namoyon qilgan edi. Uning asosiy qiziqishi payg'ambarimiz Muhammad sallallohu alayhi va sallamning ishonchli hadislarini o'rganishga qaratilgan. Imom Buxoriy 16 yoshlarida mashhur muhaddis Abdulloh ibn Muborak va Vaki ibn Jarrohning hadislar bo'yicha kitoblarini yod bilgan. Hadis ilmiga oid atamalarni mukammal o'zlashtirgan. Uning asosiy maktablarining o'ziga xos xususiyatlarini ajrata olgan. Shu yoshida Imom Buxoriy Makkada haj amalini bajarish uchun boradi va ushbu muborak shaharda o'zining hadisga oid bilimlarini takomillashtirish maqsadida qolishga qaror qiladi. Imom Buxoriy hadis yig'ish maqsadida juda ko'p musulmon yurtlariga safar qilgan. Imom Buxoriyning hadis ilmida yetuk olim ekani o'z zamonasida e'tirof qilingan. Rivoyatlarga ko'ra, u 100 minglab hadislarni to'plab, ulardan 300 mingtasini yoddan bilgan. U hayotining 42 yilini izlanishlar bilan o'tkazadi. Kitob ustida ishlashni u Basrada boshlaydi va uni ko'p yillar davomida yozadi. O'z irodasiga qarshi ravishda u Buxoro hukmdori Tohirid Xolid ibn Ahmad bilan nizolashib qoladi va Samarqand yoqasidagi Xartang qishlog'iga ko'chib o'tadi va u shu yerda 870-yilda vafot etadi. Samarqand viloyatining Chelak tumanida Xartang qishlog'ida joylashgan qabri ziyoratchilarning eng hurmatga sazovor va muqaddas qadamjosiga aylangan. E'tiboringiz uchun rahmat.